Avval xabar berganimizdek, Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati o'z xodimlari o'rtasida "Menda g'oya bor" tanlovini o'tkazgan edi. Tanlovda korxona faoliyatini yanada samaraliroq qilish, xarajatlarni tejash va moliyaviy sharoitni yaxshilashga qaratilgan ko'plab g'oyalar ishtirok etdi. Ishtirokchilar o'z g'oyalarini elektron, ko'rgazma va ma'ruza shaklida himoya qilib, qizg'in bahslar va munozaralarda ishtirok etishdi. Hakamlar hay'ati barcha ishtirokchilarning g'oyalarini chuqur o'rgandi va eng ko'p ovoz yig'gan nomzodlarni aniqladi. Bizlarni tayinlagan komissiya sostavi 2 bosqichda ko'rib chiqdi. Kecha oxirgi bosqich bo'yicha tanlov natijalarini eshitdik. Eshitganimizdan keyin o'sha aytganimizdek 3 ta eng birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan g'oyalarni ko'rib chiqib, kelajakda tatbiq qilish masalasini boshlab yubordik. Tanlov g'oliblari qimmatli sovg'alar bilan taqdirlandilar. G'oliblar: birinchi o'rin Akmal Nazarov, iPhone 16 Pro Max, ikkinchi o'rin Mirvali Mahmudov, Dell i5 1334 notebook. Uchinchi o'rin Erjon Niyozov, Redmi Pad Pro. G'oliblarni chin tildan tabriklaymiz va ularning g'oyalari korxona faoliyatini yanada rivojlantirishga xizmat qilishiga ishonamiz.